990 ni ko'pchilik bilishadi eski variantini. Bu yangi varianti bo'ldi hozir. Mana shuni. Polni tashqi ko'rinishini o'zimiz qilib berdik. Mana servisda. Hop, matiga bo'yab, nikkelga qo'yib, polni blesk bo'yab oldik ramalarni. Hop, podnoshka qo'yildi. Oldiga nikkel, duga, ablsovka. Rangi nardaga rang to'qrog'i bo'ldi. Zernosi yirikroq qilindi. Tashqi ko'rinishi shu bo'ldi. Hop, ichida ikki tomon podnoshkasini katta qilib berdik. Oyog'i bemalol sig'adigan qilib. Qo'lliklar bilan bo'yalgan. Salonini qiziqayotganligi mana salon. Tapchan qilingan ochiladi. Tepada ratchalari bilan bor. Avtomatik korobka 307 motor. Kapot amortizator qo'yib berdi. Yog'iga. Motorlari. Ovozini eshitib ko'ramiz, xudo xolasa hozir. Lekin gap yo'q. Yevoraman deyapti. Diskalari oldi o'zi mamlaqa edibdi, polirovka qilib orqasiga ham hozir yetib qo'yishibdi. Qo'yib olamiz orqasiga ham deyaptilar. Shu ishimiz yoqqan bo'lsa bitta like deydi-yu. Yoqmagan joylari bo'lsa aytib ketinglar. Keyin sabab qilamiz. Salomat bo'linglar, tinch bo'linglar.